Raddomga kelib oldi tursam, akamiz ikkitadan o'yinchoqlar ushlab, raddomda olib o'tdilar. Shu mashinada olib chiqib berish taklif qilib ko'raman, akani bitta emotsiyasini ko'raylik, qanaqa emotsiya bo'ladi. Abi aka. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Farzandli bo'ldingizmi? Aka, shu mashinada olib chiqib bersan farzandingizni, nima deysiz? Aka, hozir bunga pul yo'q. Bepul olib chiqib bersanchi? Uni cho'nish chaqiramiz, aka, taksi bersin. Taksimi? Aka, mana shu mashinada olib chiqib beraman bepul. Bitta shartimiz bor, faqat duo qilib qo'yasiz, mana shunaqa farzand kutayotganlarni va farzand ilinjida yurgan barcha musulmon odamlarni duo qilib qo'yasiz. Kelishdingmi? Nimaga ikkita shu hozir aka? Yo'q, xullas o'g'ilmi? O'g'il. Gap yo'q aka. Olib chiqing bolalaringizni, men tashab qo'yaman shu mashinada. Ana olib kelib tashladik, xudo xolasa. Ikkitadan. Xola, tog'a bitta duo qiling, hammaga shunaqa o'g'il nasib qilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigorimga Allohim hammalaringga shunaqa yaxshi farzandlar bersin. Amin. Allohu Allohu akbar. Hammaga nasib qilsin.